Samarqand fasonida yangichasi 2 listdan 2 qavat bo'lgan, shumkalar bo'lgan, taylari shivellar. Xo'p, 1,5 million so'mdan metrini qilib beriladi. Bundan tashqari high-tech fasondagisi. Buni ham narxi 1,5 million so'mdan qilib beriladi. Shumkalari bo'lgan, skilavatorlar tashlangan, o'ta derski darvoza bo'lgan. Bundan tashqari bunisiga keladigan bo'lsak, 700 ming so'mdan qilib beriladi, listlari 1 lik bo'lgan. Bundan tashqari bunisi shtampovka, buni narxi 450 ming so'm, nerjavekalik. Nerjavekasi bo'ladigan bo'lsa 400 ming so'mdan. Videoda boshida aytganimdek, xuddi shu darvozani bepulga beramiz, qadrdonlar, imkoniyati yo'q. Misol uchun kimdir parda tortib qo'yadi, darvozasi yo'qligi uchun, kimdir oddiy qog'ozdan tortib qo'yishadi, o'shalarga bepulga beriladi. Boramiz, tekshiramiz, haqiqatan imkoniyati yo'q bo'lsa, 3 million 700 ming so'mlik darvozani bepulga o'rnatib beramiz. Xo'p, bunisi 450 ming so'm, 450 ming so'm, 600 ming so'm. Xo'p, bunisi ham 450 ming so'm, bundan tashqari bunisini ham 600 ming so'mdan qilib beramiz. Qadrdonlar, shtampovkaning eng qalin varianti. Xo'p, O'zbekiston bo'yicha dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Ustakalar nominal ekranda qoldiraman, aloqa chiqib ko'rasizlar.